chiroyli ko'rinishlarni tatib oldim. Endi qarasiz bo'lgan sakka. Parovoz bek yaxshi narsa. Men uni bek yoqtirma. Parovozni kim kesib qilgan? Buni vat kesib qilgan-ku deymi? Kattımsi? Yo'q, xato dedim. Haras, George Stevenson kesib qilgan bo'lsa kerak. O qanday kesib qilgan? Buni Aka, sen uqmamsan? Yanılı memden so'rab baqayli ya. Menga George Stevenson kerak. Endi bo'ldi. Go. Ya. Yaxshimisizlar? Men George Stevensonning mimi. Men sizlarga paravozning qanday kashf qilinganligini so'zlab beray. Obdan anglanglar. Ushqandek chapqin paravuz. Asrning boshlarida xonlarda ko'mir qazg'icha yig'ilib qolgan suni o'r mashinasi bilan o'tiliq chiqarib turishga to'g'ri keladi. Ishlamak noiti be'abdi. Bu yangi tipdagi o'r mashinasimi? Yangi oldingizmi? Shundoq. Qandaqka? Chiroyliqmi-ka? Men sinab baqaymi? O'r mashinasini senmi bilamsan? To'la chaqchaq qilma. Azroq bilma. O George Stevenson bo'ladi. Uning dadisi xangda o'r mashinasiga o't qilaydi. George Stevenson kichigidan tatib dadisining keyinda yurib, keyin u dadisining obdan yordamchisi bo'lib qolgandi. Bu o'r mashinasining yetersizliklar ko'pkan. Harakatlantirgan bilan muaplashmasmikin? Nima da'vatsan? Sen degan bir yordamchi tursan, nimani bilatding, ha? Yo'lga qarab tur. Hozir harakatlantiraman. Voy, nima bo'lgandi bu? Voy, nima shamdi bu, ha? Qaranglar, men bayıldım demaganmidim. Rost, yanıla Stevensonning degani to'g'ri ekan. Asta, meni toza nasbastida. Yangi tipdagi bu o'r mashinasini yuqori bahada arang olgan tursam, endi qanday qiliq? Kirsam bo'lamdi, taftish apandi. Sen metan, nemish? Yeliqi yangi tipdagi o'r mashinasini men yasab baqay. Yasab baqay? Bo'lmaydi. Ustalar yasayolmagan narsani sen qanday yasay olaysan, ha? Mening ishonchim komil, yasay olayman. Nima, rasma? Men bir aplashib baqay. Xeyr, ishashib kep qilyapsan. Bo'pti. Yassang yasab baq. Ma'qul amsa. Shu chaqlar o'r mashinasi endili kashf qilingan chaqlatdi. O'r mashinasini Angliyalik James Watt kashf qilgandi. Bir qitim Watt cho'gin qapig'ining o'rining kuchida ko'tarilganligini ko'rib qilib, o'rning kuchidan foydalanish niyatiga keldi. Shuning bilan u o'zliksiz tadqiq qilib, oxiri o'r mashinasini yasab chiqdi. Stevenson kichigidan tatiblar o'r mashinasiga qiziqadi. Lekin u oilasining nomratligidan o'qish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Shunga yeshi xeli cho'yib qolgan bo'lsa-mu, yanada savadsizdi. U 18 yoshga kirganda ondan savadini chiqardi. Keyin u yana o'r mashinasiga oid bilimlarni o'rgandi. Qaranglar, Stevenson oxiri o'r mashinasini yasadi. Harakatlantiraymi? Sinab baqayli. Bek bana ish oldu. Nahayet bana ish oldu bu. Ish oldu. Ish oldu. Rahmet sana. Hammaylar Stevensonni maqtab ketishdi. Keyin u mas'ul boshqaruvchilikqa o'stirildi. Stevenson
Stevenson or mashinasini yasab yaxshi qilding. Endi to'xtamay ko'mir qazig'ili bo'ldigan bo'ldi. Lekin ko'mirni sirt to'shig'ili bo'lmasa, kezaverib o'ylab qo'yganning nima foydasi? Bir amal tepib, uni shaharlarga, portlarga to'sh kerakdi. Rastaydi, o'choqlarda ko'mirlar relsda mangadigan ot arivlari bilan to'shiladi. Hay, otodash, ishtigirak maqsadchi, ko'mir tog'dek dövülünüp ketdi. Hey, meni to'liq qiynamanglar. Men butun kuchimni sarf qilyapman. Buningdan tez mang'anmayman. Boshqa narsaning kuchidan foydalaninglar. Eng tez mang'adigan uloq kelib ishlasin. Sen eng tez yuguraysan ku. Or mashinasi deydigan bir narsa bor emasmi? Or mashinasi? Or mashinasini qandaqsiga uloq degili bo'ladi? Uni uloq degili bo'lmamda. Amal tepildi. Bu bulduğan amalken. Çatak yok. Mem, anlap dur. Ben çokum hor maşinesini atның ornunda haru söyleydiğen qilib, yasap çıkımen. Bek ottan bo'ldi. Emisa, onu paravuz deb atamdı. Şundak, paravuz deyli. Buludu, men paravuz yasay. Paravuz attin kişilik hem tez mağdağan bolsun. Bulandı. Dada, nim qılıvatsa? Robert, paravuz yasaşını tadqiq qıvatman. Paravuz demsa? Robert, ben kichigimda o'qish imkoniyatiga erishamagan. Sen maktabda yaxshi o'qib, cho'ng bo'lganda menga yordamlash. Angladingmi, Robert? Men cho'qim sana yordamlashima. Yaxshi. Sürüştürüp gelsek, paravuzni tunji qitim yasagan adam Stevenson emas. Belki Richard Terwitki. O or mashinasi injener edi. O birinchi bo'lib or mashinasidan foydalanib paravuz yasashga urinib baqqan. O chaqdagi or mashinasi nayti egiz, ammo surati bekmi ostdi. Terwitki keraksiz gazni turg'undan chiqarib etib, o'tning kuchini ulg'aytib yurib, oxiri kichik tipdagi paravuzni yasadi. 1804-yili Terwitki nomli tunji paravuz dunyoga keldi. Çok aylandı. Ne oldu? Sınak mağlup oldu. Terwitki shundan keyin umidini uzib paravuz yasashni biraqli tashlab etdi. Bu 1812-yilning ma'lum bir kuni edi. Hey, Stevenson, Bahram kanada ko'mirni paravuz bilan to'shig'ida kirib kelmabsan. Nima? Paravuz? Xotsken ha? Xotsken. Sekiz vagonla tatalamda yok. Tekin nöbetli körümüz. Shundoq. Paravuz o'rilib ketib yurmas. Shundaqdimi bir ko'rishga arziydi. Rasli mang'andiganda. Mangdı bu. Mangde. Raslı mangde. Mangdi. Haqiqatan mi qaltiskanchimi? Ha? Kaltısken. Lekin sen qo'poldak qiladi. Oy, qaranglar, chatoq chiqdi. Qaraganda paravuz atni o'rnini bosamaydigan o'xshaydi. Paravuz degan bir nima, raskaq gemigidek. Stevenson, qandaq paravuz bo'lmamdika? Bo'ladi ekan. Lekin azroq yaxshilash kerak. Paravuz davri hamon yetib keladi. Men ishonch hosil qildim. Stevenson nayti astoydildi. U avval ilgirki paravuzlarning yetersizliklarini tekshirib chiqdi. Terwitki nomli paravuzning porshin bilan chaqning o'ttirisiga tishliq chaq o'rnatilgandi. Lekin relis ustidagi chaq tishliq emasdi. Shunga paravuzning vazni yeniklatilsa, chaq bilan relisning surkilishi aziyib, natijada chaq quruq aylanadigan bo'lib qoladi. Poldan so'p chaq bilan relis qachish chiqargandi. Lekin tishliq chaq bilan relis tishi o'ttirisida surkilish paydo bo'lg'achqa, chaq tez aylanolmaydi. Stevenson inchiki tadqiq qilib, boshqacha bir xil amal topdi. Ya'ni porshin bilan harakatlanuvchi chaqning o'ttirisidagi tishliq chaqni ilib tashlab, ikki chaqni tutashtiruvchi dasta orqali tutashtirdi. Shunday qilib, Stevenson bir xil yangi paravuzni yasab, uningga sayohatchi deb nom berdi.
O çağlarda Darlington kömürkani bilen Sidirgudun portu o'ttirisida relislik at harbi qatnashini yo'lga qo'ymoqchi. Stevensonning bir jaboda kishilarni relislik at harbining o'rniga paravuz ishlatishga ko'ndirdi. Stevensonning sayohatchi nomli paravuzi oxiri yo'lga chiqdi. Albatta, mashinist Stevensonning o'zi edi. Tavas kömür qaçlanğan 6 vagon, yo'lovchilar tushgan 28 vagon, jami 34 vagon qator tizilib turadi. Hey, sayohatchi nomli paravuz rastilla 34 vagonni tota oladimi? Unda qilganda parqozni portlab ketishi mumkinmi? Pek dehshatli ish bo'ldi-da. Bo'pti. Sayohatchi nomli paravuz ot bilan basishmoqsin. Emse hazır başlaymiz. Başlandı. Qo'zg'aldi. Choq aylandi. Romila, tezroq chop tur. Tez bo'ldigan qo'y. Rahsa emasmi? Ot pek tez yuguraydi. Daryoga to'g'ri gap qoldi. Ot tez yurgan bilan to'salg'i bek ko'p. Poyezd yo'q. Poyezd relisda mang'idi. To'salg'i oz. Shuning qaraganda poyezd yana tez mang'idi ekan. To'g'ri gap bo'ldi. Tekç kelmeydi o. Geldi. Storkidon bükti. Sayohatchi nomli paravuz muvaffaqiyat qozondi. George Stevenson muvaffaqiyat qozondingiz. Yaxshi qildingiz, sizni tabriklayman. Paravuzning ne kadar afzalligini endi bilgansizlar. Rahmat. Quyuq usti ko'sayda qap-qora bo'lib ketdim. Qap-qora bo'lib ketsam mayli. Sayohatchi nomli paravuz soatiga 20 kilometr mangdi. Bu dunyoda tunji qatim qatnash quroli sifatida ishlatilgan paravuzdi. O çağlar sanoat inqilobi davri edi. Yangi mashinalar to'xtamasdan kashf qilinib, yangi mahsulotlar keyni-keyin ishlab chiqarilib turadi. Lekin ishlab chiqarilgan yangi mahsulotlarni o'tliq to'shib turishga to'g'ri keladi. Shu sababdan ham tez, ham ko'p to'shning chorasini tepish kerakdi. Ayni vaqtda Manchesterda to'qimchilik sanoati intayin taraqqiy qilgan bo'lib, ishlab chiqarilgan raqlar harbi yoki paraxod bilan Liverpoolga to'shiladi. Qish kunlari daryo to'nglab ketib, paraxod mangamaydi. Shuning bilan ular Stevensonni eslab, uning yeniga odam ivatib, uni Manchester bilan Liverpool oraliqiga 51 kilometrlik temir yo'l yasashga taklif qildi. Stevenson oliy maktabni bitirgan o'g'li Robert bilan birlikda loyilab, oxiri Rakita nomli paravuzni muvaffaqiyatli yasab chiqdi. Rakita nomli paravuzning parqozni yaxshilangandi. Shunga parning kuchidan to'liq foydalanishga bo'ladi. Bu chaqda ular reylis yetkazish uchun o'lchash xizmatini boshladi. Biroq Dada diqqat qiling. Robert, taqas bo'l. Yo'qlash! Tez yo'qlash! Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga Stevenson kerak emas, tez yo'qlash! Yo'qolsin. Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga yo'l kerak emas. Yo'qol. Dada, tez yo'qlash! Robert. Stevenson qiyinchilikqa duch keldi. Temir yo'l yasashga qarshi turg'uvchilar ko'p edi. Ba'zilar paravuz turxundan chiqqan iz ziroatlarni qurdirdi, o't opit paydo qildi deysa, yana ba'zilar sog'liq qo'y va mekiyanlar paravuzini o'rkib ketsa, sog'liq qo'yning suti tortilib, mekiyanlar tug'maydigan bo'lib qoldi deyishdi. Yana ba'zilar temir yo'l yasalsa, harbi bilan paraxod keraksiz bo'ldi deb qaradi. Qarshi fikrdagilar ko'p bo'lg'ashqa parlament temir yo'l yasashga qarshi qaror ma'qulladi. Stevenson temir yo'lning bexatarligini qayta tushuntirib, oxiri odamzod oyog'i tegmagan yerlarda temir yo'l yasashga ruxsat oldi. Lekin u yerlar sapli sasliq edi.
Dada, bu yerlerini... Bu yerler saplı saslıkken. Bundaq bolsa tömür yol yasıgılı bolmaydı. Dada, burun siz her kanda kıyınçılık yoluqsınız mı? Onu yenip çıkarttınız mı? Robert. Man endi yininiz demem ba. Toğır dedin, Robert. Bunu iki ben sizgenden bolum dada. Rahmet, Robert. Şundan itibaren Stevenson bilen Robert her günü etdigenden qarаңғы tushgacha ishlab 3 yil deganda oxir temir yo'lni yasab bitirdi. Lekin ba'zilar paravozning bexatarligiga yanada ishonmaydi. Shunga Stevenson kishilarning paravozni texnik yaxshi tushunishni ko'zda tutib, paravoz musobaqasi o'tkazish taklifini o'tirg'a qo'ydi. 1829 yılı 10. ayının 6. günü paravoz müsabakası ötküzüldü. Birincisi Şabalir namlık, ikincisi Başbiyarus namlık, yeni birisi Nobel bayrağı namlık paravozdu. Bak çıraylık gel. Çempiyon bolsa da gap yok. Çoğum Nobel bayrağı namlıq paravuz çempiyon boladı. Bu paravozcu Stevenson bilen Robert yasagan Rakita namlık paravuz. Bu paravuz bəksət gel. Nobel bayrağı namlıq paravuz bilen qandaq Şunu deme, qandaq o çempiyon bola alsın. Rakita namlı paravuz herkesin çempiyon bulamaydı. İkinci günü müsabaka başlandı. 32 kilometre aralıkta o yak bu yakka 20 katın meniş belgilendi. Şabalir bilen Başbiyarı Osmanlık paravuzdan çatak çıkıp orundan kozgulanmadı. Bu bombadı o. Bu ne qandaq mı paravuzdıgılı bolsun? Nobel bayrağı namlıq paravuz batı ki. Qozg'oldi. Ne bile degen bilen Nobel bayrağı namlıq paravuz da. Oy, Nobel bayrağı namlıq paravuzdan boğandı. Yaman boldu. Çatak çıkanda qılıdı. Asta, Nobel bayrağı namlıq paravuz mu yattı? Üçüncü günü Rakita namlıq paravuzga nöbet geldi. Stevenson, Robert, gayret kılınlar. Rahmet. Qalçaya zor muvaffaqiyat bu. Dada, sizni tebrikleyman. Paravuz devri ahiri yetib keldi. Şu çağda Rakita namlıq paravuz sahibiga 46 kilometre jürüp birinci boldu. 1830 yılı Manchester bilen Lyon aralığında resmi poyuz qatnadı. Keyin Stevenson bilen Robert hemkarlaşıp, özlüksüz yaxşılap nurgun paravuzni yasadı. Şuna Stevenson paravuzning atısı deb ataldı. Angliyaning temir yo'l qatnashi tez taraqqiy qildi. 1850 yılı 11.000 kilometrga, 1870 yılı 25.000 kilometrga, 1890 yılı 320.000 kilometrga yetdi. Amerikada 1850 yılı 14.000 kilometrga, 80.000 kilometrga, 260.000 kilometrga, 1920 yılı 220.000 kilometrga yetdi. 1854 yılı Amerikalık bir Yaponiya generalıga taqdim qilgan sovg'alarning ichida paravuz modeli batdi. 1872 yılı Mungjining 5 yılı Xinjiang bilan Xinbian aralığında birinci qatim temir yo'l yasaldi. Şu çağda Rakita namlıq paravuzning muvaffaqiyatli yasalg'iniga 43 yil bo'lgandi. Poyez kishilarning ajoyib olqishiga erishdi. Ilgari Xinjiangdan Xinbianga berish uchun to'p-to'g'ri bir kun ketadi. Poyez bilan bo'lsa 54 minutda bağlı bo'ladi. Kira haqqi qimmat bo'lsa-mu, yanada poyez qulaydi. Paravuzi bağın sır azıyıp onun o'rnini motorluq paravuz egalladi. Yani elektrik paravuzlarmi bor? Sizlar hammani ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xayr xo'sh. Stevensonning paravuz yasagan ishlarini endi uqqansa?
Uqdim, shundaqmi? Ne ketdi bu? Telefon? Vay. Men. Sen o'zing yolg'iz ne ketding? Men elektrik poyezdda. Elektrik poyezdda? Bu kelgusidagi poyezd azroqmi chayqalmaydi. O'rinda o'tirib televizor ko'ygili, telefondagi pulga ajab qulaylikka. Stevensonmi hayron qilay aqchon. Hey, men kino ko'raman. Telefonni qo'yibdim, Ha? Poyezdda kino ko'rgil bilamdika? Buldika, xushamisan.